O'ynash topib bering. Ah, erkak bo'lsam bo'lmasmidi? O'zi ham bor. Og'zi burningizdan shundoq chiqarib yuborardim. Yag'ir. Sal qo'sa qo'shib onasini ham sotadi. Bular qanaqa odam? Mana shu gaplar menga bir uchimashdi. Sal ne to gap gapiradi-yu, men tepa sochim tikka bo'lib neyron chiqib ketaman. O'sha gapirgani bilan men shunaqa bo'lib qolmayman, lekin menga qiz bola bo'lib turib, menga shunaqa alam qiladi. Qanaqa bo'lib turib. Mavzuni to'xtating. Salom chiroyli, salom. Nega unaqa qilasiz? Mana eshituv bo'lsam, kayfiyatim buziladi o'shanaqa. Miron 02. Miron aka, bitta şey turvaring. Podpiska qilingchi. Nima, podarka tashamay, faqat podpiska so'raysizlar. Хотя бы anu bilasizlarmi, to'qqa ham don tashab bunda chaqiradi-yu, don tashaylar-da, keyin aldinglar. Ya bilinib turibdimi suvga borib sug'armay kelishim? Negin? Hozirgi qizlardan qo'rqish kerak, onasidan. Artur. Bu kuni nimani efirida? Kumushni efirida. Shumi? Marvarid. 6 yetish deb yozgansiz emasmi deysiz? Yo. Emas. Men emas. 14 yoshga o'xshaymanmi? Siz emasmi? 900F shu keldi-da. Vignetga borganimizdan keyin tapchka profilda. Keyin u ham menga unaqa turtib qo'ydi. Aydan. Bilmayman, O'sha qizni efirida o'tirdim. Men o'yladimki, yonimdagi qiz oldiga chiqmoqchimikan desam, yo'q, men oldimga chiqmoqchi ekan. Chiroyli. Bilmayman, lekin bor o'shalarga bor. Anaqa keldi, kimdanchi keldi? Qani bitta amin qilingchi pastdan. Qaydan bo'lgan bo'lsang chiq. Ha, boshlang. Men bilan so'rasiz kimdir siz urishadimi deyapti. Ana. Artur aka yaxshimisiz? Artur aka. Nima, ovozlar tanishdi? Siz yaxshimisan? Men aytib turibman-ku. 900 dedingiz menga. Artur dedim orqasidan. Eshitmadim, ichingizdan aytdingiz shekilli. Shu bitta amin qiling pastdan turib, qay. Siz aytgansiz. Aidani maktabiga open byudjet yutib olib pesga qo'yib berishsin, amin. Bizlarning qo'llarimiz to'plik bo'ldi. Artur aka faqat shuni qiling qo'yadi. Artur aka faqat shuni ekan. Bular yaxshi tanimayman-ku. Faqat salom alaykum qilganman xolos. Kimi almazi amin demi, ay ersiz qoladi. Taqami? Nimaga? Qosini duo qilasizmi? Chiroy? Birinchi xotinlarni qarg'aydi-da. Ketdi boru. Aka bersin. Anjonga kelavering. Dahotingizni urib qo'ymang go'zalim.
Andijonga kelavering. Ha, o'sha pulni tashlab beringlar. O'zimizga tortirib qo'ya qolay o'shani. Nima? Ha, onajoningni zorlanib qilgir. Yangi kelinmisiz deyman. Bor. 3 ta bor, qaysi birini beray? Ha, Misurdan binoga egalar. Bittasi bolalarda puliniki, bittasi adashibman. 3 tami, 2 tami borda, xullas. Kim ovqatiga qarasin? Men ovqat qilganim yo'q masalan. Odamlarga nima bo'lyapti? Roma 60-75 yil. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Nima qilardim? O'tiribman, efir ochib, tilamchilik qilib. Balkon kafot o'tiribman. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Qorangi baqaga xush kelibsiz. Ishtahangizni olib ketadi. Shoh 60 xush kelibsiz. Ha, mazza deb yotibdi. Ongi pasla. Nuqtacha xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Dolurxonim xush kelibsiz. 0707. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xayrli kun, Baxa aka. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Ko'zim qirg'iz-u. Qovog'im bor, bodam qovoq. Aylanayin bodam qovog'ingdan dedi o'sha qo'shiq menga aytilgan. Shaydo qildi qora qosh ko'zlaring. Bekzod kimga aytyapsiz? Hurmatingizni biling-a. Joninglar sog' bo'lsin. Urushmanglar. Dilozori xudo bezori degan. Tilla bola bo'lmay, tifta bola, musur bola bo'lgin ilohim. Oyingdan so'ra, borib seningdan so'ra, opangdan so'ra, qancha bo'lyapti deb. Bilibki narxlarini reklama qilib beraman. O'tmayotgan bo'lsa. Qanday? 0707 xush kelibsiz. Tushunding, musur bola?
Nafsingni quli bo'lmay o'l. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Yetdi, xush kelibsiz. Opa, nima gap? Hech gap yo'q. Ongi past musurdan bo'lganlar shunaqada. Voy musur bola. Opangda seningda onangda narxini aytgin. Reklama qilib beraman. Mana bu yerda 240 ta odam kuzatyapti. Yo'q, qatta yo'q, musurlardir, kayfiyatim tushirmayman. Ular ongi past musurdan binoga kelganlar. Musurda katta bo'lganlar. Musurligicha qoladi. Nafsini qildida ular. O'qib chiqsangiz, aytishim shart emas. Salom, alaykum assalom. Salom opa. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. King janoblari, assalomu alaykum. Xayrli kun. Za 3-7 za, assalomu alaykum. Za, xush kelibsiz. Balkonjonlar gafu. Qanday zo'r yaxshi. O'zinglar qaraysizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi kunlar yaxshi o'tyaptimi? Toshkentcha ham gapirib qo'yaymi? Ko'rining. Yo'q. Bitta yaxta otsangiz ham to'liq ko'rinmayman. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshi qiz? Va alaykum assalom. Rahmat, zo'r. Deyma. Bundoq qilyapsizmi? Mana. Rahmat, qalaysiz? O'zingiz zo'r, yaxshi. Nima? Qad ko'karibdi, xudoga shukr, hamma joyida. Yo'q, Farg'onadan. Baxa, salom. Yo'q, yozavering. O'lay sizga, o'lmang. Yashashingiz kerak qarindoshlaringiz uchun, yaqinlaringiz uchun. Zo'r-ku. Da Farg'onadan. Ahmoqingiz yo'q bu yerda. Yo'q, Oltiariqdan. Kim bilan sevishgan ekan deb o'tiribman-da, shuncha odam turganda. Siz bilan sevishaman. Yo'q, eskarabda. Salom, alaykum assalom. Shuncha odam qurib ketgan deb siz bilan sevishaman. Ikkita qizim bor. Men bu joyga yoki o'ynash yoki sevishish maqsadida kirmaganman. Tushuninglar, og'alarim.
To'g'ri tushuninglar. Sizlarda ham opa, sizlarda ham singil, sizlarda ham ona bor. Zo'r. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Yaxshi, zo'r. Nima maqsadda kirgansiz? Pul maqsadim. Ishlash, bir joyda ishlashga 6 oygacha mumkin emas. Operatsiya bo'lganman. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Yo'q. Maqsadim ota-onamga, yaqinlarimga og'irligim tushmasligi uchun, o'ligimni tashab qo'ymaslik uchun, ikkita bolamni xatiyabi, choy-chaqasi, usti-boshi, qornini birovdan kam qilmaslik uchun halollik bilan pul topaman deb kirganman. Chunki yaxshi insonlar juda ham ko'p. Men ishonaman yaxshi insonlarga. Alloh yo'lida oxirat uchun ishlaydiganlar bor. Ihson qilib, indamay kelib, yilni ham so'ramaydi, boshqani ham so'ramaydi, padarkan urib ketadigan samimiy insonlar bor. Shunaqa insonlar bilan gaplashib, iplan yopib, pul ishlayman deb kirganman. Tushundingiz? Joningiz sog' bo'lsin. Oshiq yigit qancha kerak tashab beraman. 9 yetmaydi. Tashab berish sizga emas. Sizda qalay 100 tasi yozgan karta tashlaydigan, sinamoqqa 2-3 tasiga ham tashlaganman. O'zim taniydigan zemlaklarimga ham tashlaganman. Yo'qolib qolishgan, surishgan. Oshiq yigit sizga emas, katta gapirish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Samimiy tilaklar uchun, duolar uchun kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmat. Topdingizmi axir qidirib? O'chib qoldingiz-ku, oshiq yigit. Salom alaykum assalom. Hammaga ham emas, gapirib gapini ustidan chiqadigan. Zamon teskari bo'lib, ayollar erkak, erkaklar ayol bo'lib qolgan hozir. Ayollar ko'proq gapini ustidan, va'dasini ustidan chiqadigan bo'lib qolgan. Xafa bo'lmanglar-ku, lekin ba'zi bir qo'shtirnoq ichida erkaklar aytyapman. Hammasi ham emas. Go'zalxon, xush kelibsiz. Dilmurod og'a, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Maqtanib, o'zini ko'rsatib yozadi-da, keyin sichqonni uyi 1000 tanga bo'lib qoladi, bitta gapirsang. Assalomu alaykum, assalom, xush kelibsiz. Qo'ldan po'q tush kelmaydi, katta gapiradi. Shuncha aytishgan ota-bobolarimiz, kattalarimiz. Nonni katta tishlasang tishla, gapni katta gapirma degan. Po'nil.
Liftga osilmay qo'ya qoling, baribir ko'tarmayman tanimaganlarimni. Begonalar ko'tarmayman. Xafa bo'lmang. Sizdan so'rab xursanaman. Akmaljon aka xush kelibsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'ladi, Xudoga shukr. Zerikish yo'q. Bu odam hech zerikmadi liftga osilib. Assalomu alaykum. Yo'q, rahmat. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xudoga shukr, mazalari yaxshi bo'ladi. Zerikishlar ham bo'lyapti. Qayerdansiz? Farg'onadanman. Farg'onadan. Ucharcha xush kelibsiz. Go'zalim, tuzumisiz? Da, vedushi. Uyqu kelyapti, uyqu. Va alaykum assalom, rahmat, yaxshi. O'z qanday? Bolalar yaxshimi, tuzumisiz? Yaxshi yuribsizlarmi? Da. Oh. Juda ham tez o'tib ketib qolyapti. Zo'r, rahmat. Joningiz sog'